Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugun chiqaradigan videomiz Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari yordamida biyagum ishlab chiqarish biznesiga qiziqib turgan bir dehqon akamiz, endi Qashqadaryo viloyatidan 4,5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglariga zakaz olgandik. Mana bugun yomg'ir yog'yapti. Ko'rinib turgan bo'lsa, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan navesimiz tagidan joy qilganmiz. Shu joyimizga cho'lchanglarni zishlashtirish usulidan foydalangan holatida Xudo xohlasa yetkazib berishlarini amalga oshiryapmiz. Bitta, ikkita hol soldik. Cho'lchanglarimiz solinayotgan jarayoni bu tashlangandan keyin cho'lchanglarimiz tagiga zich holatda tushib olgandan keyin ko'ryapsiz, zichligi juda a'lo darajada. Ya'ni bu banan korobkaga cho'lchang tashlangandan keyin tagiga harakat qiladi. Tagiga tushgandan keyin ustki qatlamini bir qator olamizda. Keyin yana ustidan dababishni 3 marotaba amalga oshiriladi. Shu holatda zishlashtirish usulidan foydalangan holatida cho'lchanglarni beryapmiz. Mana korobkalarimizda ham bor. Cho'lchang olinayotgan joyimiz. Mana bu reaktorimizdan olyapmiz. Mana bu joylarimizni olyapmiz. Cho'lchang olinayotgan joylari bir qator zako'kalarimizga ko'rsatib o'tamiz. Biyagumga aylanib qolgan cho'lchanglarimiz zichligi. Tuxumlar qo'yib tashlagan jarayonida shu holatda. Yomg'ir ham tindi. Quyosh chiqishni boshladi. Birinchi partiya cho'lchanglarni banan korobkalarga zishlashtirish usulidan foydalangan holatida solib oldik. Birinchi partiya deganimiz ko'rinayotgan bo'lsa, korobkani yarimigacha bordi. Tog'orachamizga soldik. Endi tagiga cho'lchanglarni ustiga tagi holatini bir qator zako'kalarimiz ko'rsataman. Mana shu yerda. Cho'lchanglar mana shunday zichlikda. Bo'lib boryapti. Ustini bir qator olgandan keyin tagiga mana shunday zichlikda tushadi. Cho'lchanglar zichligini ko'ryapsiz. Shunday zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari. Agarda kimga shu biznes qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz, ikkita banan korobkasi 1 kvadratdan, ya'ni 1 million so'mdan sizni 10 kvadrat 20 santimetr qalinlikdagi go'ngga yetadigan cho'lchanglar bo'lib boradi. Mana yana bitta banan korobkadan ko'rsataylik. Cho'lchanglar aktiv holatdaligi bo'la bilsa bo'ladiki, mana ustida bironta cho'lchang qolmagan. Endi tag holatini kuzatamiz. O'zingiz ko'rib turibsiz, ana shunday go'sht holatida bo'lib, deyarli cho'lchanglar yetkazib beryapmiz. Kvadratini aytdim. 1 million so'm 1 kvadrati. Ikkita banan korobka hisobida bo'ladi. Sizni 10 kvadrat yoki 12-13 kvadrat joydagi 20 santimetr qalinlikda go'ngga yetadigan cho'lchang hisoblanadi. Mana bu joyimizni ko'rsataylik. Birorta cho'lchang yo'q holatda. Endi tagini ko'ramiz. Tagini o'zingiz ko'rib turibsiz. Zichlik holatini juda bir zich holatda bo'lgan cho'lchanglar. Mana shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Akamiz cho'lchangni boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyi
chuqurligi 70 cm, uzunligi 25 metr, eniga 3 metr, ya'ni 75 kvadrat joy. Bu joyga shu o'rtada yomg'ir bo'lib qolganligi uchun go'ng sola olmadi. Go'ngni qalinligini 20 cm solib, suvni yaxshilab quygandan keyin bemalolda chuvalchanglarni tashlab yuborsa bo'ladi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari shu banan korobkalarda namligi normal holatda bo'lsa, shu 1,5-2 oy davomigacha bemalol shu banan korobkalarda yashay oladi. Buni tajribalarimiz davomida ko'plab kuzatganmiz. Keyingi holatida chuvalchanglarni shu uzoq yo'ldan kelgandan keyingi holatini shu dehqon aka-ukalarimizga bir qator o'sha banan korobkalaridan ko'rsatib o'tayotgan jarayonni bir qator kuzatyapsiz. Akamiz o'zidan chiqqan biohumuslarni o'zini 1,5-2 gektar joyi bor ekan, ya'ni bog'dorchilik hamda piyoz, shunga o'xshash dehqonchilik bilan shug'ullanar ekan, yana issiqxonasi ham bor ekan. O'zidan chiqqan biohumuslarni shu o'zini yeriga foydalanib, hosildorligini 1,5-2 barobar oshirish maqsadida shu ishni boshlagan akamizni ishlariga omad tilaymiz. Chuvalchanglarimiz stress holatiga tushmasdan juda aktiv holatda yetib kelgan jarayonni bir qator kuzatyapsiz.